Bugungi mavzuyimiz tenglamalar ustida amallar. Birinchi mashqimizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, yulduzchamiz bizning noma'lum sonimiz. Yulduzchani topish uchun 18 dan 5 raqamini ayiramiz. Bizning yulduzchamiz o'rnida 13 son hosil bo'ladi. Ikkinchi misolimizda esa yulduzchani o'rnidagi sonni topish uchun 20 dan 9 ayirishimiz kerak. Yulduzchamiz 11 sonini tashkil qilar ekan. Keyingi misolimizda esa umumiy holatini topishimiz uchun 8 ga 10 ni qo'shamiz va bizning yulduzchamiz o'rnida 18 hosil bo'ladi. Keyingi raqamimizdagi misolda esa noma'lum o'rtada kelgani uchun biz 17 dan 12 ni ayirib yulduzchani o'rnidagi sonni topamiz. Bizning bu yulduzchani o'rnidagi raqamimiz esa 5 ga teng bo'ladi. Keyingi mashqlarimizda bu yerda ham faqat ko'paytirish va bo'lish amallariga doir tenglamalar berilgan ekan. Bu yerda olmani o'rniga qo'yiladigan sonni topishimiz kerak. Bizda olmada birinchi mashqimizda olmani o'rniga qo'yadigan sonimiz 4 ga teng ekan. 12 ni 3 ga bo'lib 4 raqamini hosil qildik. Bu esa har bir misolimizga to'g'ri keladi. Ikkinchi mashqimizda esa, ya'ni B shartida esa olmaning o'rnida 9 raqami bo'lishi kerak. Biz buni 54 ni 6 ga bo'lgan holda topib oldik. S mashqimizda esa 72 ni 9 ga bo'lganimizda 8 hosil bo'ldi. Keyingi katakchamizda esa 9 ni 8 ga ko'paytirsak 72. Keyingisida 8 ni 9 ga ko'paytirsak ham 72. Demak, tengligimiz to'g'ri topilgan. Tekshiruvlarimiz to'g'ri chiqayapti. Uchinchi mashqimizda tushirib qoldirilgan sonni yozing deyilgan ekan. Demak, tushirib qoldirilgan sonni yozish uchun buni tushirib qoldirilgan sonni o'rniga x qo'yib olamiz. X esa bu noma'lumni bildiradi. Noma'lumni topish uchun esa 16 dan 12 ni ayiramiz. Birinchi noma'lumimiz 4 ga teng ekan. Xuddi shunday boshqalarni ham yozib hisoblab chiqamiz. Ikkinchi misolimizda noma'lumimiz 20 ga teng bo'lar ekan. Uchinchi misolimizda S raqamli tenglamasida noma'lumimiz 80 ni 10 ga bo'lsak 8 ga teng bo'lar ekan. D shartida esa xuddi shunday x topish uchun 32 ni 4 ga bo'lib olamiz va u 8 ga teng bo'ladi. Y shartida esa noma'lum boshida kelayotgani va o'rtada bo'luv amali bo'lgani uchun x ni topish uchun 5 ni 7 ga ko'paytirib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir yozib ko'rsatamiz. X barobar 5 ko'paytiruv 7 barobar 35. Demak, o'rniga olib borib qo'yganimizda tengligimiz to'g'ri chiqadi. F shartida esa x ni topish uchun 42 ni 7 ga bo'lamiz. X teng 6 ga javob bo'ladi. Keyingi mashqlarimizda esa harfiy ifodalarni yozib chiqishimiz kerak ekan. Demak, bizning qutimizda k tasharcha borligi uchun qolganlarini yozib chiqishimiz kerak. Demak, k tasharchamiz bor. Ikkinchi qatorda esa unga bitta sharcha solindi deyilgan. Shuning uchun k plus 1 yoziladi. Keyingi qatorimizda esa 4 ta sharcha solindi deyilyapti. K plus 4 yoziladi. Keyin esa 10 ta sharcha qo'shilgani uchun k plus 10. Bu algebrik ifodalar deyiladi.
Keyingi tabletsamizda esa tugmachalar haqida gaplashilgan ekan. Tugmachalarimizni V harfi bilan belgilab olamiz va dastlabki tugmalar soni V harfi bilan belgilanadi va undan bitta tugma olib tashlanibdi. Demak, V-1. Keyingisidan esa 3 ta tugma olib tashlanibdi. V-3. Keyingisidan esa 9 ta tugma olib tashlanibdi. Shu qatori V-9 deb yoziladi. Harfiy ifodalar ustida masalalarimizni davom etamiz. Keyingi masalamizda esa Xadichani bo'yini, uzunligini topishimiz kerak. Bu yerda Ilyosning bo'yi 1,5 metr. Xadichaniki esa undan x metr qisqa ekan. Shuning uchun 1,5 minus x deb harfiy ifoda hosil qilamiz. Keyingi misolimizda esa Mahmudda x ta daftar bor edi. Ahmad unga 10 ta daftar berdi. Demak, bu harfiy ifodamizni tuzish uchun Mahmudda bor daftarlar qiymatini, ya'ni x ni va unga Ahmad bergan 10 ta daftarni qo'shib x plus 10 deb yozib qo'yamiz. Keyingisida chelakda y litr suv bor edi. Aziza 4 litr suvni ishlatdi. Qancha suv qolganini topish uchun esa y minus 4 litr deb yozamiz. Ilyosning bo'yi r santimetr, Yusufniki esa undan 20 santimetr uzun bo'lgani uchun r plus 20 santimetr deb yozib qo'yiladi. Keyingi mashqimizda esa qutilar berilgan. Qutilarimiz soni q ta bo'lgani uchun uning ichidagi yogurtlar soni 6 tadan. Harfiy ifodamiz esa q ko'paytiruv 6 bo'ladi. Keyingi misolimizda idishimizda k litr suv bor. Uni 5 ta stakanga bo'lishimiz kerak. Bu harfiy ifodamiz esa k bo'lib 5 deb yoziladi. Keyingi mashqimizda esa Kamolaning z so'm puli bor. Dononiki undan 3 marta ko'p ekan. Demak, bu harfiy ifodamiz 3 ko'paytiruv z deb yoziladi. Keyingi misolimizda Fotima opada 5 quti tugma bor. Har bir qutida p tadan tugma bor. Bu harfiy ifodani yozish uchun esa 5 ko'paytiruv p harfiy ifodamiz. Keyingi mashqimizda esa q so'm pul 3 ta bolaga teng taqsimlandi. Buni topish uchun esa q bo'lib 3 ifodasidan foydalanamiz. Keyingi jadvalimizda esa jumla berilgan. Biz jumladan harfiy ifodalar tashkil qilishimiz kerak ekan. Demak, A'sida 35 ga s sonini qo'shing. 35 plus s bo'ladi. Keyingisida 18 ga 18 dan p ni ayiring. Demak, 18 minus p bo'ladi. S'sida 12 va y ni ko'paytiring. 12 ko'paytiruv y yoziladi. Keyingisida esa x bo'lib 4 yoziladi. Keyingi ifodamizda esa 4 va h taqsim 2 ni yig'indisini toping deyiladi. Shunda 4 plus h taqsim 2 bo'ladi. Oxirgi tabletamiz oxirgi qatorda esa z ning 3 baravari deyilgan. Demak, 3 ko'paytiruv z harfi deb yoziladi. Keyingi masalamizni ko'ramiz. Demak, Jamila stol tennis raketkasini 150 ming so'mga va 4 ta tennis koptugini har birini q so'mdan sotib olibdi. Demak, A shartida 4 ta tennis to'pi uchun qancha pul to'landi deyilgan. Demak, buni to'g'ri q ga ko'paytiramiz. Harfiy ifoda hosil bo'ladi. B shartida esa stol tennis raketkasi va to'plarni jami qanchaga sotib olganini so'ralyapti. Demak 150 ming plus 4 ko'paytiruv q harfiy ifodamiz hosil bo'ladi. Keyingi mashqimizda esa Akmal, Sardor va Feruz o'rtasida n ta qalam teng taqsimlandi deyilgan. Akmal o'zining 6 ta qalamini yo'qotib qo'ydi. Birinchi shartda so'ralyapti, Akmalda nechta qalam berilgan. Demak, teng taqsimlangan bo'lsa n bo'lib 3 ga teng bo'ladi ifodamiz va Akmal 6 ta qalam yo'qotib qo'yganligi uchun B shartida esa Akmalda n bo'lib 3 minus 6
qalam qolgan bo'ladi. Keyingi masalamizda dono 25 ming so'm tejab qoldi, lobar esa donodan r so'm ko'p tejabdi. Demak, shartda so'ralyapti. Lobar qancha tejagan? Lobar 25 ming plus r so'm tejagan. Ikkalaligi baravar bo'lib 25 ming plus r bo'ladi va buni harfiy ifodani ochib ishlab qo'yadigan bo'lsak, qavslarni ochganimizda 25 mingni qo'shib olamiz. 50 ming plus r harfiy ifodamiz hosil bo'ladi. Keyingi masalamizda tarvuzning massasi z kilogramm. Qovoq tarvuzdan 2 baravar og'ir, handalak esa qovoqdan 3 kilogramm yengil. Demak, so'ralgan A shartimizda qovoqning massasi qancha? Demak, qovoqni massasini topish uchun tarvuzni massasini 2 ga ko'paytirib olamiz. Demak, A shartimizda 2 ko'paytiruv z harfiy ifodamiz hosil bo'ladi. Handalak esa qovoqdan 3 kilogramm yengil. Demak, qovog'imizning massasi 2z edi. Bundan 3 kilogrammni ayirsak, handalakning massasi, harfiy ifodaning massasi kelib chiqadi. 2z minus 3 kilogramm bo'lar ekan. Sohibada qizil va yashil tasma bor. Qizil tasmaning uzunligi y cm, yashil tasma qizil tasmadan 15 cm qisqa. Demak, A shartida yashil tasma uzunligini so'ralyapti. Demak, yashil tasmaning uzunligi y minus 15 ga teng ekan. Ikkinchi shartida esa ikkala tasmaning umumiy uzunligi so'ralyapti. Demak, y plus qavsda y minus 15 ikkinchi tasmaning uzunligi va qavslarni ochib qo'yadigan bo'lsak, 2y minus 15 harfiy ifodamiz hosil bo'ladi. Keyingi mashqimizda to'g'ri burchakning o'lchamlari berilgan. Demak, uzunligi 8 cm, eni esa a santimetrga teng. Biz bu yerda yuzasini topishimiz kerak ekan. Demak, formulani belgilab oldik. Shu formula orqali topamiz. S barobar a ko'paytiruv b. Demak, o'rniga qo'yamiz. S ko'paytiruv bizda a ni o'rniga turibdi. Demak, bo'yi eni va uzunligi 8 cm. Demak, shu harfiy ifodamiz hosil bo'ladi.